Bir necha hunar va ustamdan biri uchrab kelib qoldi. Bizning mayat 13 ko'y sotayotgan go'shtlarni siz nima deb 10 ko'y sotasiz? Siz maqsadingiz bozorni ustun past qilmoqchimi deb. Yo'q, meni undan maqsadim qat'iy yo'q. Men qat'iy undan maqsad qilgan yerim yo'q. Men faqat buni yangilik qilib chiqardim. Men necha vaqtdan beri meni qo'llab kelgan xaridorlarimga buni bir oylikqa rahmat aytish yuzidan bahosini muvofiq chiqardim. To'g'ri, men bilaman, boshqa 15 ko'y, 20 ko'y, eng azim 12 ko'y. 8 ko'm setyapti, 8 ko'y sotgan bilan u o'xshamaydi ular ta'minlik. Nemiz go'shtning ozjiqlik o'xshamaydi. Ular men ravs go'shtni sevyapman, bejirim qilyapman. Bu 10 ko'y qildim, menga bundan foyda qilmaydi emas, bundan bir 2 ko'y foyda qiladi menga. Men shu yetidi deb o'yladim. Shuning uchun men buni mayli hunar va ustamlar nima deb qolsin. Men necha vaqtdan beri meni qo'llab kelganlarga rahmat aytish yuzidan azan chiqardim, alohida chiqardim. Mana xemirini mushtat chiqardim, ko'rdinglarmi? Mana